omon. Siz bularni ichganingizdan keyin mana rosa xursandsiz. Yana kimlargadir ilindingizmi buni? Albatta, birinchi bo'lib o'zim yaqinlarim, farzandlarimga, nevaralarimga olib berdim ularni. Ular ham balzam ichyapti. Zubnoy pastalarida ikkalasidan ham foydalanishyapti. Qizimda, o'g'limda gemoroylari bor edi, qonab ketardi, og'rirdi. Shuni foydalanishdi. Qizim 2 kunda ham qonamay qoldi, og'riqlari pasaydi deb aytdi. 1 yoshdan o'tgan nevaram ichi qotib qolardi, rosa ham. Shu ham 2 kunda yaxshi, normal yoziladigan bo'lib qoldi. Foydalanyapmiz, hammamiz oilab ichyapmiz. Ha, yaxshi, juda ham xursandman. Demak, bu balzamlar hamma uchun ekanda, bitta hamma uchun ekan. Rosa ham xursand bo'lyapman. Men davomiy ichishni xohlaymiz. Mana kelinim ham ichyapti, oshqozonda yarasi bor. Natijalarini bilyapmiz. Mulklarda kasallari bor, og'izlarda yaralari bor. Zubnoy pastada yuvgandan keyin, yalashgandan keyin yaxshi bo'lishganini sezishdi. Juda yaxshi, xursandman. Avvalo Alloh endi sababchi shu balzamlar bo'lyapti. Albatta, ko'pchilikka. Yaxshi.